Xo'p, o'quvchilar, demak bugun sizlar bilan 2025-yilda tushgan geometrik bitta masalani ko'ramiz. Xo'p, bizga nima shartlar beribdi? Nima ma'lumot bor? Qarang, demak, ABCD parallelogram beribdi. Uni yuzini bergan, mana 64 ga teng ekan. ABCD parallelogramimiz yuzi. Keyin tomonlarining nisbatini beribdi. Tomonlaridan F nuqta olingan. F nuqta. Demak, A F FD ga nisbati 3:1 nisbat ekan. Mana A FD ga nisbati 3:1 ekan. Xo'p, keyin K nuqta olibdi. AB tomonida K nuqta olibdi. K nuqta AB ni teng o'rtasida ekan. Endi bizdan nima so'rayapti? Bizdan mana bu to'rtburchakni yuzini so'rayapti. Demak, nima qilamiz? Birinchi parallelogramning yuzini formulasini qo'yamiz. Demak, parallelogramning yuzi nimaga teng edi? Ikkita tomoni ko'paytmasi va ular orasidagi burchagining sinusiga teng edi. Demak, parallelogramning yuzini berganmiz. Mana 64 deb, shuning uchun 64 barobar deymiz. Bu tomon uzunligi mana 2x bo'ladi. Bu tomon uzunligi, ya'ni AD tomon uzunligi 4y bo'ladi. Qanaqadir y bu yoqni x deb oldik. Xo'p, demak 4y bo'ldi. Sinus alfa, ya'ni ikkalasining orasidagi burchakning sinusi dedik. Endi buni ikki tomonni mana 8 ga bo'lib olsak, 8 barobar bo'ladi x ko'paytirilgan y sinus alfa ga teng bo'lib qoladi. Xo'p, endi qaranglar, nima qilamiz? Mana bu uchburchakning yuzini topamiz. Shuni S1 deylik. Keyin bu uchburchakning yuzini topamiz. Mana KBS uchburchakning yuzini topamiz. Buni S2 deymiz. Bizdan so'raganini S3 deylik mana. Demak, endi nima qilamiz? Parallelogramning yuzidan mana shu ikkita uchburchakning yuzini ayirib tashlasak, mana shu bizdan so'ragan to'rtburchakning yuzi qoladi. Demak, bu uchburchakning yuzini qanaqa topamiz? Mana uchburchakning ikkita tomoni bor. Mana bu tomoni bilan mana bu tomoni uzunligi bor. Mana 3y va x va orasidagi burchagi bor. Demak, uchburchak yuzini topish formulasiga qo'yamiz. Xo'p, uchburchak yuzini S1 edi, S1 deb oldik. 1/2 ikkita tomoni ko'paytmasi sinus alfa. Endi 3 bilan 2 1/2 ni ko'paytirib olsak, 3/2 xy sinus alfa bo'ladi. Endi qaranglar, biz mana bu yerda xy sinus alfani topib olgandik, 8 edi. Shuning uchun mana bu xy sinus alfani o'rniga 8 olib kelib qo'yamiz. Shunda nima bo'ladi? 3/2 ko'paytirilgan 8 bo'ladi. Demak, S1imizning javobi mana bu 8 bilan 2 ni qisqartirib olsak, bu yerda 4 qoladi. 4 kara 3 12 bo'ladi. Demak, S1imiz 12 ekan. Demak, mana bu yuzani topdik. 12 chiqdi. Endi bunisini qanaqa topamiz? Qaranglar. Mana bu A burchak bilan B burchak ikkalasi parallelogramda qo'shni burchak bo'ladi. Demak, bu alfa bo'lsa, bunisini beta desak, o'sha alfaga betani qo'shganimizda 180 gradusga teng bo'lishi kerak. Chunki qo'shni burchaklarning yig'indisi 180 gradusga teng bo'ladi. Xo'p, bu yerdan betani topib olsak, beta barobar alfa yoqqa minus bo'lib o'tadi. 180 gradus minus alfa bo'ladi. Endi bu yerda ham shu uchburchak yuzini topish formulasini qo'llaymiz. Qaranglar, parallelogramni bu tomoni bilan bu tomoni teng bo'ladi, uzunligi mana bu tomon bilan bu tomon uzunligi teng bo'ladi. Demak, bu tomoni hozir 4y bo'lsa, demak bu tomon ham 4y bo'ladi. Xo'p, bu yog'i x ligi aniq o'zi. Endi yuzini topamiz. S2 barobar deymiz. Mana S2 deb oldik. Ikkita tomoni ko'paytmasi, ya'ni 1/2 ko'paytirilgan ikkita tomon ko'paytmasi 4y ko'paytirilgan o'rtasidagi burchakni, xo'p, betamizni 180 minus alfa dedik. Demak, sinus 180 gradus minus alfa deymiz. Xo'p, keltirish formulasida sinus 180 gradus minus alfa sinus alfaga teng bo'lib qoladi. Xo'p, mana bu 4 bilan 2 ni qisqartiramiz. S2 barobar 2xy sinus alfa bo'lib qoldi. Mana xy sinus alfani topib olganmiz. 8 ga teng. O'shaning o'rniga 8 olib qo'yamiz. S2 barobar 2 kara 8 degani 16. Demak, mana bu uchburchagimiz KBS uchburchagimizning yuzi 16 chiqdi. Bo'ldi, endi parallelogramning yuzi 64 edi. Undan ayirib tashlaymiz mana shu ikkita yuzani 12 bilan 16. Xo'p, buni ayirib tashlasak 36 qolar ekan.
Demak, 36 B javob ekan. Hurmatli o'quvchilar, demak bizga obuna bo'lish eslaringizdan chiqmasin. Agar yechim yoqqan bo'lsa, like va kommentariyalarni ayamaymiz. Rahmat.